Ko'za kunda emas, kunida sinadi degan gap bor xalqimizda. Buni bugun sud zalida o'tirgan fuqaro tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik ham isbotladi. Haydovchi 2,5 yil avval mast holda rulga o'tirgani uchun haydovchilik huquqidan mahrum etilgan bo'lsa-da, yana avtomashina minishda davom etgani uchun jarimaga tortilgan. Bundan keyin ham yetarlicha xulosaga kelmagan yigit 3-marotaba ham kelishuvni buzdi. Takror qoidabuzarlikka uni nima majbur qildi? Akam mashinasida biladik, singillarim imtihonga olib kelyapti Magic City'ning oldiga. Bir kun oldin akam uxlamagan sababli o'sha shahar ichida uxlab qolayotgani uchun majbur rulga o'tirdim-da. O'zim umuman rulga o'tirmayaptim o'sha narsalar bo'lgandan keyin qo'rqib yurdim. 2,5 yil oldin pravam rishon bo'lib qoldi. Nima uchun mahkum bo'ldi? Spirtli ichimliklar iste'mol qilganim uchun bir marta. 2 yilga. 22-avgust kuni bo'lgan. Jarima tayinlangan. 4,950,000.